Assalomu alaykum, qandoqlar, yaxshimi? Men bugun sizlarga biyni faqatla meni murabbo emas, rejalarimiz tatliq qilg'ili bo'ldi. Men o'zim yaxshi ko'rgan bir biy tatlisi qilmoqchi. Men buni qaysi kuni yezg'i chiqqan vaqtimda pishdim-pishmadim deb uzib baqqandim. Shiktalni mushunada qilmoqchi. Endi 4 tal chiqdi. Adi bilan men bu desimga suv elib oldim. Onunga men limon siqib oldim, limonning suvi. Buni aralashtirdim. Ravusturda aralashtirib qo'ydim. Chiqib ketdi. Endi bu biylarimni o'ttirdan 2 qilib kesiman. Biz bu biylarni mush holatda adalab men suvga chilib oldim, limonli suvga. Asan sag'irib qoldi-ku biy degan, shuning uchun limonli suvga chimirib oldim. Asli bu 4 parchadan birlashtirilishi kerakdi. Chunki men yezina kelganligim uchun ba'zanlarning ichi, ya'ni qurtlab qolgan bo'lg'achqa shunda qildim. Endi buni biz qarab turganlar mushu holatda biz qozonga qo'yaylik desak, mana medarlab ketib turmaydi-ku. Mushundan medarlab ketib turmaydi, uning uchun biz astidan nepis bir holatda kesib etamiz. Hammasini astidan. Mana ko'rdinglar-ku. Mushundaqlam, ya'ni nepis bir holatda kesib oldim mana. Endi bu qachada qo'ysaqmi mana taqsidaklam turdi. Endi biz buningga ichidan elib olgan urug'ni salsaqmi bo'ldi, ichiga undan salsaq. Ama men urug'ini tashib etibdim. Shuning uchun men qalampuyini karanfil deydi. Shuningdan har birisining ichiga 5-6 taldan solaman. Anadan bir tal qo'zoqda açın. Tarifdim. Bunu qo'ydim. Her birisinin ichiga 3 qo'shiq atrofida kelguchilar, ya'ni shakar to'kima. Her birisiga 3 qo'shiq atrofida kelsa bo'ldi, her birisinin ichiga. Birimiz to'kab bo'ldik. Endi yarim su bardağı suyimizni to'kib olamiz. Anandan keyin biz o'tni yechib qaynatamiz. Qaynatib bo'lgandan keyin anandan keyin eng tuvan ateşda birer saat pishiramiz. Mana bizning biyimiz qaynavyapti. Endi qaynab bo'lgandan keyin biz eng tuvan ateşda 1 saat atrofida pishiramiz. Ya'ni eng tuvan o'tda 1 saat yoki 50 minut atrofida pishiramiz. Mana bizning biylarimiz eng tuvan o'tda qaynavyapti. Buni biz chatallarni cho'qib chiqish orqali kontrol etsak bo'ldi, ya'ni pishgan-pishmaganligini. Bu ozroq xamkan. Shuning uchun biroz tursin. Shuni kontrol orqali qilsak bo'ldi. Men biylarni kontrol qilib turib chatal cho'qish orqali qachamga ilib oldim, 3 tal ilib oldim. Buni men endi suvga qo'yib qo'yaman. Çünkü bunun üstüge yoki qaymoq yoki krem shanti olamiz. Shuning uchun buni sug'itishimiz kerak. Bizning biylarimiz sug'idi, qo'l ko'ymidek holatda sug'ib bo'ldi. Endi men bu qutamning ichiga krem shanti ichirib olgandim. Buningdan har birisining ichiga azaldan elib to'shqizaman. Şalat krem şantini aldım. Eğer qaymoq asanlam bo'ldi. Men qaymoq yo'q bo'lib qolganligi uchun krem shanti oldim. Bunun üstüge men so'qib olgan azal yanqim bor, yanaq chachimi. Ko'rdinglarmi? Mush orqali yeyishlik bo'lgan kavo tatlimiz tayyor bo'ldi. Ya'ni kavo debdim, ayva. Yani biy tatlimiz tayyor bo'ldi. Mushun orqali ishlab qilib baqsanlar bo'ldi, yeyishlik chiqdi.